Nilufar opa, endi Dayratga juda ham ko'p mana bunaqa savol kelyapti. Necha pulga qoldirdingiz? Qanaqa bo'lar ekan? Og'rimas ekanmi? Agar men faqatgina qornimni oldirsam, necha pul bo'lar ekan? Ana shu savollarga javob olish uchun bizani kuzatuvchilarimiz qayerga telefon qilishni yoki qayerga murojaat qilishsin? Aziz ayollar, albatta biz pastda nomerlarimizni qoldiramiz, lekin bitta narsani bilishlaringiz kerak. Konsultatsiya davomida ob'yomingizga qarab, vesingiz hamda qorindagi holatni ko'rib, biz albatta sizga narxlarni aytib o'tamiz. Individual ravishda hammada har xil bo'ladi. Ma'lum bir vesga, ob'yomga qarab albatta. Demak, sal semizroq ayolga qimmatroq bo'lishi mumkin. Sal ozg'inroq qoringinasi borga arzonroq bo'lishi mumkin. Demak, ko'rdinglarmi? Har bitta inson uchun individual narx aytiladi. Shu sababli iloji bo'lsa mana shu telefonlarga telefon qilib, agar Telegram bo'lsa shu telefonlarga o'zingizlar rasmiylarni bemalol qo'rqmasdan yuboringlar, chunki ayollar qabul qilib oladi u narsani va Nilufar opam ko'rib, ana shuni narxlab beradilar. Konsultatsiya davomida undan tashqari juda ham ko'pgina informatsiyalarga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni kelgani ham yaxshi. Bu postli holatlarni ochiqchasiga ko'rsatamiz. Buni oldin qildirgan patsientlar juda ham yaxshi bilishadi. Chunki hamma narsani biz aynan mani Instagramga men qo'yib bormayman. Sizlar konsultatsiya davomida ochiq holatda har bitta postli holatlarni ko'rishingiz mumkin. Meni ham ko'rib ketinglar.